Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bor yo'g'i bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videomizda 5-apreldan 12-aprel kungacha bo'lgan ob-havo ma'lumotlarini e'tiboringizga havola etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 6-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 va 10-12 aprelda 8-13 daraja, 7-9 aprelda 6-11 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 darajadan 12-17 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 8-12 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 5-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 va 11-12 aprelda 10-15 daraja, 8-10 aprelda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 23-28 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 8-9 va 12 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6-7 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-7 va 12 aprelda 10-15 daraja, 8-11 aprelda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 20-25 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. 6-7 va 10-11 aprelda ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 6 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 12-17 daraja, 7 aprelda 10-15 daraja, 8-12 aprelda 8-13 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 24-29 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqat 10 va 12 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. 6-12 aprelda ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 12-17 daraja, 7 aprelda 10-15 daraja, 8-12 aprelda 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliqdan 13-18 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Respublikamizning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi.
momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-6 aprelda 5-10 daraja, 7-12 aprelda 3-8 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 12-17 daraja iliqdan 3-8 daraja iliqgacha o'zgarib turadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: O'zgidromet.